Assalomu alaykum. Spektrum Geometry 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz Pifagor teoremasi. Darsimizga kvadrat ildiz tushunchalari kerak bo'lganligi uchun bu mavzu haqida ham o'rganib o'tamiz. Square kvadrat, ya'ni sonning kvadrati. Sonning kvadrati bu sonning o'ziga o'zi ko'paytirilganidir. Ya'ni 6ning masalan kvadrati 6 ni 6 ga ko'paytirish 36. 7ning kvadrati 7 ni 7 ga ko'paytirish 49. Square root kvadrat ildiz. Sonning kvadrat ildizi. Buni qanday tushunishimiz kerak? Masalan 100 ildizda, kvadrat ildizda 100. Qaysi sonni o'zini o'ziga ko'paytirganda 100 ga teng bo'ladi? Bu 10. Demak, kvadrat ildizdan 10 chiqdi. Kvadrat ildizi butun son bo'ladigan sonlar mukammal kvadratlar deyiladi. Mukammal kvadratlarga, ya'ni mukammal ildizga 0 chiqadi. Masalan, ildiz osti 1 dan 1 chiqadi. Ildiz osti 36 dan 6 chiqadi. 36, 100, 1, 0 bular mukammal kvadratlar. Chunki bulardan butun son chiqadi. Endi butun son chiqmaydigan, masalan, ildiz osti 2 desak, 1.41 cheksiz davom etadi. Ildiz osti 3 deydigan bo'lsak, 1.73 va hokazo, yana bu ham cheksiz davom etadi. Bunday sonlarga, ya'ni ildizidan butun son chiqmaydigan sonlar radikal sonlar deyiladi. Mana bu belgi, ya'ni ildiz belgisi, bu radikallik belgisi hisoblanadi. Endi mavzumizni misollariga qaytamiz. Ya'ni birinchisida ildiz chiqarishimiz kerak. 1, 2, 3 sonlari misollarida. Necha ko'paysak 9 bo'ladi? 3. 81 dan 9, 49 dan 7, 4 dan 2, 100 dan 10, 144 dan 12, 225 dan 15, 196 dan 14, 324 dan 18 ildiz chiqadi. Xo'p, biz aytdik, har doim ham ildizdan nima chiqmaydi? Butun son chiqmaydi. Masalan, ildiz osti 8 dan butun son chiqmaydi. Lekin biz uni qaysi butun sonlar orasida ekanligini aytishimiz kerak bo'ladi. U qanaqa? Ildiz osti 4 va ildiz osti 9 desak. Bu ildiz osti 4 dan katta, ildiz osti 8 ildiz osti 9 dan kichik. Ildiz osti 4 dan 2 chiqadi. Ildiz osti 9 dan 3 chiqadi. Ya'ni bu ildiz osti 8, 2 va 3 butun sonlar orasida yotadi. But closer to degani qaysi biriga yaqinroq? Ya'ni ildiz osti 8 ildiz osti 4 ga yaqinmi? Ildiz osti 9 ga yaqinmi? Bu ildiz osti 9 ga yaqinligi ko'rinib turibdi. Bunda demak bizga bu yerga nima yozamiz? 3 yozamiz. Ildiz osti 80. Bu ildiz osti 64 va ildiz osti 81 orasida. Ya'ni ildiz osti 64 dan katta, ildiz osti 81 dan kichik. Ya'ni 8 va 9 orasida joylashgan son. Ya'ni irratsional son, radikal son. Bu qaysi biriga yaqinroq? Bu ham ildiz osti 81 ga yaqin, ya'ni 9 ga yaqin. Ildiz osti 140, ildiz osti 121 va ildiz osti 144. Ya'ni ildiz osti 124 dan 11, ildiz osti 144 dan 12 chiqadi. Ya'ni 11 va 12 ning orasida joylashgan. Qaysi biriga yaqinroq desak, ildiz osti 144 ga yaqin, bu demak 12 ga yaqin ekan.
ildiz 88. Ildiz 81 va ildiz 100. 9 va 10 sonlari orasida. Xo'p, ildiz 88 ildiz 81 ga yaqinmi, ildiz 100 ga yaqinmi? Albatta, ildiz 81 ga yaqinroq 100 ga nisbatan. Demak, bu 9 qo'yamiz Bad Closer 2 ga. Endi keyingisi, ya'ni oxirgisi bunda 250. Ildiz 225 va 256. 225 dan 15, ya'ni 15 va 16 sonlari orasida ekan. Qaysi biriga yaqinroq desak, ildiz 250 ga, ya'ni 16 ga yaqin ekan. Xo'p, endi ildizlarni ko'rdik. Pifagor teoremasiga kelamiz. Xo'p, Pifagor teoremasi to'g'riburchak, uchburchak uchun nima deyilgan? Katetlari, kvadratlari, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat, katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Ya'ni gipotenuzamiz katta tomon, mana bu ikkita kichkina tomonning kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng ekan. Ya'ni katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Bu Pifagor teoremasi. Bu to'g'riburchak, uchburchak uchun dedik, ya'ni 90 gradusga. Uchburchaklar aytgandikki, burchaklariga ko'ra 3 ga bo'linadi. Ya'ni o'tkir, to'g'ri, o'tmas. Qolganlarida shart qanaqa desak, ya'ni o'tkir bo'lishi uchun ikkita kichkina tomonining kvadratlari yig'indisi c kvadratdan katta bo'lishi kerak. O'tmas bo'lishi uchun ikkita kichkina tomonni kvadratlari yig'indisi katta tomonni kvadratidan kichik bo'lishi kerak. Bugungi mavzumiz Pifagor teoremasi, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak uchun katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng bo'lsa, demak bu to'g'ri burchak, uchburchak. Endi shu formulamizdan c ni topib oladigan bo'lsak, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadratdan c ni topadigan bo'lsak, c ildiz a ning kvadrati plus b ning kvadrati bo'ladi. Agar a ni topmoqchi bo'lsak, c kvadrat minus b kvadrat bo'ladi ildizda. b ni topadigan bo'lsak, c kvadrat minus a kvadrat bo'ladi. Xo'p, bizga bu mavzu misollarining hammasi c ni topishga bag'ishlangan, ya'ni bizga qaysi formula kerak bo'ladi? Bu formula kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, birinchi misolimiz. A 7 ga, B 5 ga teng bo'lganda. Yettining kvadrati plus 5ning kvadrati. Xo'p. 7ning kvadrati 49. 5ning kvadrati 5 kere 5 25. 49 ga 25. Ildiz osti 74 bo'ladi. Demak, ildiz osti 74 bo'lar ekan. Xo'p, bizga misolimiz shartida chiqqan javobini 100 dan birlar xonasigacha yaxlitlang degan ekan. Xo'p, buni ildiz osti 74 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak, 8,6 yo'q. 60 o'chiramiz buni. Bu yerdan yozamiz. Ya'ni 8,60 2, 3 va hokazo irratsional son ketadi. Xo'p, bilamiz, virguldan keyin birinchisi 10 dan birlar xonasi, ikkinchisi 100 dan birlar xonasi, uchinchisi 1000 dan birlar xonasi.
10 mingdan birlar xonasi ketadi. Endi bizda 100dan birlar xonasida 0 turibdi. 0 turibdi. Yaxlitlaydigan bo'lsak, undan keyingi xonaga qarardik. Agar undan keyingi xona, ya'ni 2 o'rnida 5 bo'lganda mana bu 0 ga 1 ni qo'shib berardik. 6 bo'lganda 0 ga 1 ni qo'shib berardik. 7 bo'lganda 8, 9 bo'lganda ham 1 qo'shardik. Lekin 0 dan keyingi son 0 bo'lsa, 1 bo'lsa, 2 bo'lsa, 3 bo'lsa, 4 bo'lsa, mana bu 0 o'zgarmaydi. Demak, biz yaxlitlaydigan bo'lsak, 8,60 ni o'zi bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimizda c ni topadigan bo'lsak, 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati. 6 ning kvadrati 36, 8 ning kvadrati 64. Bundan ildizosti 100 va 10 chiqar ekan ildizosti 100 dan. Bo'ldi, buni yaxlitlashga hojat yo'q. Demak, bu 10 butun son chiqdi. Keyingisi c ni topadigan bo'lsak, 9 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati. Ya'ni 9 ning kvadrati 81, 4 ning kvadrati 16. Qo'shadigan bo'lsak, ildizosti 97 bo'ladi. Xo'p, ildizosti 97 dan taqriban 9,84, 8, 8 va hokazo ketadi. Endi buni biz yaxlitlashimiz kerak. 100dan birlar xonasida 4 degan raqam turibdi. 4 dan keyingi son 8 ekan. Demak, bu 4 dan keyingi son 8 bo'lsa, unga 1 qo'shib beramiz. Demak, 1 qo'shsak 4 ga 5 bo'lsa, 9,85 ekan taqriban yaxlitlaganimizda. Qolgan misollarimizni ham hisoblab chiqsak, demak, keyingisida c 3 ning kvadrati plus 5 ning kvadrati. 3 ning kvadrati 9, 5 ning kvadrati 25. 9 ga 25 ni qo'shsak, ildizosti 34. Xo'p, ildizosti 34 dan 5,83 0 va hokazo erasidan son chiqadi. Demak, bizda 100dan birlar xonasida 3 raqami turibdi. 3 dan keyingisi 0. Demak, 3 o'zgarmay qoladi. 5,83 ning o'zi bo'lar ekan yaxlitlasak. Yaxlitlaganda bunaqa to'lqincha chiziq qo'yamiz. Chunki aynan teng emas, taqriban teng. Xo'p, keyingi misolimizda demak a2 b6 bo'lsa, 2 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati ildizda 40 bo'ladi. Ildizosti 40 dan taqriban 6,324 va hokazo shunaqa ketadi. Endi bizga 100dan birlar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. 100dan birlar xonasida 2 turibdi. 2 dan keyingisi 4. 4 o'rnida 5 bo'lardi, 2 ga 1 qo'shardik. Lekin 4 bo'lganligi uchun, ya'ni 0, 1, 2, 3, 4 da o'zgarmaydi. 6,32 ligicha nima qiladi? Qoladi. Keyingisida c 6 ning kvadrati 9 ning kvadrati. Qo'shadigan bo'lsak, 36 ga 81 qo'shsak 117 bo'lsa, demak 117 dan taqriban 10,816. Xo'p, bizda 100dan birlar xonasida 1 raqami bor. 1 dan keyingisi 6 bo'lganligi uchun 1 ga 1 qo'shib beramiz bitta. Taqriban 10,82 bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimiz c barobar 4 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati. Hisoblaydigan bo'lsak, 4 kvadrat 16, 8 kvadrati 64. 16 ga 64 qo'shsak 80 bo'ladi. 80 dan taqriban 9,94 va hokazo shunaqa ketadi. Demak, buni yaxlitlaydigan bo'lsak, 100dan birlar xonasida 4 turibdi. Undan keyingisi ham 4 bo'lganligi uchun o'zgarmaydi. 9,94 ligicha qoladi taqriban. 8-misolimiz. Demak, c barobar
3ning kvadrati, 4ning kvadrati. Kvadratlar yig'indisi ildizosi 25 bo'ladi. Bundan 5 chiqadi. Buni yaxshilash shart emas. 9-misolimizda C barobar 2ning kvadrati plus 9ning kvadrati. Ildizosi 85. Bundan taqriban 9,2,1,9 va hokazo shunaqa ketadi. Buni yaxlitlaydigan bo'lsak, 100dan birlar xonasida 1 turibdi, 1dan keyingisi 9. Demak, biz 1 ga qo'shib beramiz. 1 9,22 bo'lar ekan yaxlitlasak. Eng so'nggi misolimiz demak mavzumizning 5ning kvadrati plus 9ning kvadrati. Ildizosi 106 bo'ladi. Bundan taqriban 10,295 va hokazo ko'rinishda bo'ladi. Buni yaxlitlaydigan bo'lsak, 100dan birlar xonasida 9 turibdi, 9dan keyingisi 5. Demak, 1 qo'shib bersak 10,30 bo'ladi. Taqriban 100lar xonasigacha yaxlitlaganda. Xo'p, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.